Qoqmay mengla. Yeptih tugmay turibla, tuyuqsiz nadim bir nimalar chiqib, Kakashini parchalab yutadi. Naruto bo'lsa, "Oh shit, endi ishdan chiqadigan bo'ldik-ku" deb turishiga, Kakashi yana tuyuqsiz paydo bo'lib kelib, bu dushmanlarning o'tini o'chirib yutadi. Mana bunda ishlar anda-sanda uchrab qoldi, hayron qolmanglar. Anda-sanda Naruto'lar yuqori darajalik ninjalarning yangisini mana tunji qitim ko'rishidi. Ular nishonga yetay deganda yana hayron bo'lmanglar. Bu kartonda ashunda to'satdan bo'lgan ishlar yomonjiq. To'satdan bir niqobli zanglovchi paydo bo'lib qoladi. Mana bu danglik kasbiy qotil Savut Dabazaning jiroqtuqqini Momoshi Zabuza edi. Ko'pchilik diqqat qilinglar, bu danglik qotil Momoshi Dabaza. Ey, men degan Momoshi Zabuza. To'g'ri, ham sen nimaga kelding Momoda Zabuza? Bo'ldi, Zabuzani davra. Birisi menga pul berib, "Avining qerining jinini olib kel" degan. Jinini og'ini kelganmi? Bu qerining bu yaxshi kelganda nədiki jini bo'lsin? Janalardan izlab baq. Janalariga Kakashi bilan Zabuza bir qapas vahshiy chilishib o'tadi. Ishning sal yomon bo'layotganligini his qilgan Kakashi amal yo'q o'zining meytungsini ko'rsatib qattiq to'laydi. Maska taqab yurgan kunlarda kimning ko'zi chiroyli bo'lsa, shu uftudu. Darvaqa shundoq edi. Kakashi o'zining go'zalligi bilan ko'pchilikni qoyil qilib, Zabuzani zayya buza qilib qo'ydi. Lekin dal bu vaqtda yana ashundoq tuyuqsizla, ashunda tuyuqsiz odam rintonab ketdi. Va bu bo'lmadi-ku. Ming taslikni doya qilib chaluvlar qilib qo'ysak, ma kelib birdamda changrin to'qsi bo'lamdi. Lekin Kakashilar uchun bu hech nima emas edi. Bular qeyri buvayni uyga olib qo'ygandan keyin boshqa yaxshi personajlarga o'xshash yo'qlang ishlarga arilish fazilatini joriy qildirib, ko'rikda razil kuchlar bilan birga bir atmoqchi bo'ladi. Ikki taraf ko'rikda uchrashdi. Amaliyotda Zabuza o'lmagan edi. Uni ilib ketgan bola Haka bo'lib, Zabuzaning qo'lchimoqchisi edi. Bu sirliq odam Haka Sasuke'ning oqso mijozini davolab qo'yish uchun Sasuke bilan Naruto'ni so'g'oqlin ko'dak ambarning ichiga. Naruto o'z bo'chaqda Zabuzani ishq solgan harda oqsidagi bir tipik paylamaydigan yo'g'on qo'sab eski chiroy qeyri Zabuzaning oylik maoshini bermaydiganligini, har qancha tirishib ishlasimi jonjong bo'lolmaydiganligini aytadi. Hamda Hakaning jestini oyoq osti qiladi. Oyoqning ostida dassaydi. Buning ichidamagan vijdon bolasi Naruto ochchig'ida vaqirab ketadi. "Hey Zabuza, ni zala, zayangzi xamani? Ha nayangzi metiti ni qilvasa qarab o'ltiramsan, ni zamaza, ni zama buzama." Zabuza o'zining zama buzama to'g'riliq o'ylashib qoladi. Naruto bo'lsa Hakaning Zabuzani yaxshi ko'rdiganligini aytadi. "Hey, nadam bola, bilamanman, lekin u bir o'g'il bola tursa, bo'pti. Ish bu yerga yetganda hamma ishlarni men oxirlashtiray." Zabuza Narutodan bir pichoqni so'rab, eliq qerini ajal darvozasidan kirgizib qo'ydi. Hamda intayin ta'sirli holda ketib qoladi. Narutolar o'ngishli vazifani tamomlaydi. Xalqlar mushu ko'rikka boshqalarning tili tegib ketmasin deb, ko'rikning Narutodek vat bo'lishini tilab, Naruto ko'rigi deb qo'ydi. Bir jihatdan bu to'g'ri. Kakashi ko'rigi etsa toza satangda emasmi Kakashi ko'rigi? Bu bo'lgan chiroy bu. Shuning bilan Naruto mishagicha oxirlashdi. Oxirini ko'rmadingiz? Qayzim qarab qo'ya. Oh, sorry. Bye bye.